tavbani qilib, ibodatga berilib, shariat bo'yicha oilasiga yaxshi qarab, odamlardan yaxshi muomala, vatanparvar, hamma tarafini qilib, zikrini qilib yuribdi inson. O'sha birovga yaxshilik qilsa ham haligi odam bittasi ketadi. Chunki shariat shuni buyurganda. Ana o'shanaqa qilib yurganda birdaniga mana hozir ko'pchilik o'zi o'ylasin, namoz o'qib turganda xayoliga har narsalar keladigan bo'lib qoladi. Qo'rqib ketadi o'zi. Birovga aytishga umuman kallasi ko'tarmayapti. Yomon fikrlar kelyapti. Yomon fikrlar. Misol uchun shu namozni o'qiyapmiz, o'zi bormikin deyapti. Misol uchun xalq o'tadi. Menga ko'pchilik kirib aytadi buni. Jurosa qiziqib, olovda yonib turuvdi, birdaniga halidaqa bo'lib qoldi. Mana shu yerda tarbiya kerak. Bo'lmasa odamlar har xil holga tushishi mumkin. Ana mashoyixlar buni nima deydi? Buni Rasul akram alayhisolatu vassalomning hadisi shariflari bilan muolaja qiladi. Olamlarning sarvari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga ba'zi sahobalar kelib arz qilishdi. Allohning rasuli, bizni xayolimizdan ba'zi bir narsalar o'tyaptiki, uni gapira olmaymiz. Uni gapirganimizdan sonra 7 osmonning ustidan qulab o'lganimiz yaxshi deyishdi. Haligi gapda gapirib bo'lmaydi. Ha, shunaqa bo'ldimi dedilar. Ha, shunaqa bo'ldi dedi. Ana o'sha iymondir dedilar. Zaka mahdul iymani. Ayni iymondir. Bu degani nima degani? Qiziq ish bo'ldi-ku. Odam ichida shak keltiryapti. Har xil bo'lmag'ir xayollar qamrab oldi uni namozda yana. Payg'ambari alayhisalomga borsa, zaka mahdul iymani deyaptilar. Bu ayni iymondir deyaptilar. Qanaqa tushuniladi? Ana ulamolar, shu mashoyixlarimiz, jumladan Hakimi Tirmiziy rahmatullohi alayh o'zini Odobul Muridin degan kitobida aytadilarki, inson tavba qilib, sidqi dildan ibodatga berilib, zokir bo'lib, halol pok bo'lib, juda shavq zavq bilan demak o'zini qalbini poklashga urinib qolganda shayton talvasaga tushadi. Uni vasvasa qilishni boshlaydi. Vasvasa qilishni boshlaydi. Ana o'shanda haligi nimalar xayolga keladi. Chunki shaytonning faoliyati insonga nisbatan 3 qismga bo'linadi. Bir qism insonlar shaytonning malayi. Shaytondan battar u. Bu o'zimiki deydi. Men ham qo'rqib ketyapman bundan, meni ham narsa qilib qo'ymasa edi deb tegmaydi unga. Bir guruh odamlar haligi vasvasa boshqa bosqichlardan o'tib, hech narsa ta'sir qilmaydigan bo'lib, sobit qadam bo'lib, qalbi munavvar bo'lib, iymoni mustahkam bo'lgan millionta shayton osilsa, ularga hech narsa qilmaydi. Undan umidini uzgan. Bora olmaydi. Mana ular izmidan chiqib ketyapti. O'rtada turganlar. Kechagina o'ziga o'xshab yuruvdi, bugun namoz o'qib qoldi. Rasvoy raddi bola bo'luvdi, hammasidan tavba qilib, shaytonga, hay berdi. Mana shunga osiladi. Demak, shayton tushunib qopti buni. Qalbini poklazib, abror bandalarning qatoriga qo'shilib ketganidan. Shuning uchun talvasa qilib bunga osilar ekan. Payg'ambarimizni shu narsa iymonni aynidir degani, demak sizlarga shu vasvasa bo'lganda qo'rqib kelyapsizlarmi? Mana shuni o'zi iymon. İmaniylar tozalanishni boshlabdi. İmaniylar quvvat bo'lishni boshlabdi. Sizlarni bu holatinglar shaytonning la'inni tashvishga solib qo'yibdi. O'tib ketadi bu deganlar. Shuning uchun bu ko'pchilikda bo'ladi, hammada bo'ladi. O'shanaqa bo'lganda hali kalla aylanmaslik kerak. Kalla aylanmasdan o'zini mahkam tutib, mana aytilgan edi, kitobda o'qidim. Alhamdulillah, meni ham qalbim poklanishni boshlabdi. Shayton betamiz nima?
talvasaga tushib qolibdi, yana sabr qilib ixlosni kuchaytirib o'tib ketaman, keyin bu menga yaqin kela olmay qoladi degan holatda bo'lish kerak. Mana bu narsani hamma yaxshi bilib olish kerak. Deyarli har bir odamda bu bo'ladi, oz yoki ko'p nimada, kichkinaligidan ibodat qilmaganlarda. Bu juda nozik narsa, mana shuni bilinib olsa inshaalloh hamma yoqda omon bo'ladi, xayr bo'ladi, baraka bo'ladi. Haligi aytgan qalblar Allohning zikri bilan orom oladi, munavvar bo'ladi. Hamma yo'li yaxshi bo'lib, Allohga qurbat hosil qilgan abror bandalardan bo'lib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'ladi.